Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Denov shahrida juda katta yangilik, endi zamonaviy standartlarga bemalol javob bera oladigan uy-joy binosi qurilmoqda. Denov City loyihasining sotuv bo'limi 22-dekabr kuni soat 10:00 da rasman ochiladi. Ochilish munosabati bilan mega aksiya bo'lib o'tadi. Bunday qulay imkoniyatni qo'ldan chiqarmang, xonadonlarimiz soni cheklangan. Eng qulayli taraflardan biri yosh oilalar, ustozlar, ichki ishlar xodimlari, harbiylar va tibbiyot xodimlari uchun 5% lik chegirmamiz ham bor albatta. Atigi 14.990.000 so'm boshlang'ich to'lov bilan xonadonlarimizni xarid qilsangiz bo'ladi. 22-dekabr aynan siz aziz mehmonlarimizni kutib qolamiz. Shou dasturlar, mehmonlar uchun maxsus sovg'alar. Tadbir davomida esa xonadonlarni qulay va maxsus shartlarda xarid qilish imkoniyati. Kelib yangi uyingizni tanlang va bayramona muhitdan bahramand bo'ling. Topshirish muddatiga kelsak, 2027-yil 3-choragida hamma xonadonlarimizni topshiramiz. Manzilni unutmang, Denov shahri, eski yo'l ishlab chiqarish zavodi Mez metan zapravkani shundogina ro'parasida joylashgan. Bu videoni esa yaqinda uy-joy olaman degan tanishlarga jo'natib qo'ying.